Toshkent viloyatining Yangiyo'l shahridagi Qizil toifaga kiritilgan mahallalarda reyd tadbiri o'tkazildi. Unda yo'l harakati qoidalarini mensimagan, jamiyat xavfsizligiga bepisandlik bilan qaragan hamda qo'pol qoidabuzarliklarga yo'l qo'ygan haydovchilarga nisbatan qat'iy choralar ko'rildi. Natijada 30 dan ortiq transport vositalari jarima maydonlariga joylashtirildi. Navbatdagi reportajimiz shu haqda. Toshkent viloyatida Prezidentimizning 2026-yildagi birinchi sonli respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish yo'nalishida yaxlit manzilli ishlash tizimi joriy etilishiga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori ijrosini ta'minlash, mahallalarda xavfsiz va osoyishta muhitni yaratish, jinoyatchilik hamda sodir etilishi mumkin bo'lgan yo'l transport hodisalarini oldini olish maqsadida Yangiyo'l shahridagi Qizil toifaga kiritilgan mahallalarda keng ko'lamli reyd tadbirlari o'tkazildi. Mazkur reyd davomida yo'l harakati qoidalarini mensimagan, jamiyat xavfsizligiga bepisandlik bilan qaragan hamda qo'pol qoidabuzarlik sodir etgan haydovchilarga nisbatan qat'iy choralar ko'rildi. Natijada 30 dan ortiq transport vositalarini aniqlab, belgilangan tartibda jarima maydonlariga joylashtirildi. Damas rusumli avtotransport vositasini to'xtatganimda haydovchining hujjatlari yonida to'liq emasligi ma'lum bo'ldi. Haydovchi avtotransport vositasi bilan birgalikda jarima maydoniga olib kelindi. Avtotransport vositasi vaqtinchalik saqlash uchun jarima maydoniga qo'yiladi. Reydlar davomida asosiy e'tibor transport vositasini mast holda boshqargan, shuningdek haydovchilik guvohnomasiz avtomobil boshqarayotgan haydovchilarni aniqlashga e'tibor qaratildi.